Уже men bir vaqtlar ichida ikkinchi olish, uchinchi olishim уже. Men klassda olamda ikkinchi qismni oldim. Klassban haqida oldim. Mana endi Clash haqida olaman. Men Clash of Clans o'ynayman. Ha. Albatta klan o'zbeklar klani borda kuchli emas. Hammasi o'zim ochaman o'zbeklar. Hech kim kirmaydi. Ammo boshqalar ochganda ko'p odamlar offline bo'ladi. Ammo men klan ochmoqchiman. Podpischalarim 50 tandan keyin klan ochaman. Klanimga albatta kirasizlar. Klandagi yangi igroklarga yordam beraman. Kuchayishga yordam beraman. Podpischalarimga unitlarni berishga tayyorman. Albatta stolitsa klani ham bor. Mana bu yoqqa o'taylik. Mana meni baza va mana meni akkauntim. Bu akkaunt jis edi. Jisur. Chunki men bu akkaunt boshlagan vaqtim hech bilan bilmaganman. Lupoy bir kallama kelgan otni qo'yganman, bo'ldi. Bu Rusherski bo'lgan, umuman hech narsa kuchaytirilmagan. Jang vaqti keldi. Qani bir hujum qilaydi. Men Master 3 menda. Master 1 chempionga chiqishim uchun omad tilanglar, iltimos sizlardan. Va tradinglarda ham o'ynayman. Mana attack strategiyasi 11-tiqi uchun. 2 dona. Nima qilsam ekan? Mana shuni qo'yaman. Yo'sh. To'dan. Mana. Qani bu mana. Bu mana bunaqa. Men qilaman, to'xtab turinglar, kutib turinglar. Men hujum qilmoqchi edim endigina. Men ham ketdim, короче. Bizlarga hujum qilyapti. O'zi 9 yulduz. Bo'l ketdik. Bizlar hozir 12 yulduz olamiz agar xudo xolasa. Boshlanasi juda ham yomon. Ovoz dahshat. Pasaytirishdan chiqdi. Elektro drakonlar juda ham zo'rda. Menga eng yaxshi ko'rganim o'ysin. Ammo 4 ta elektron yetadimi? Bitta anavi bor-ku axir. Elektro drakonlarning anavisi. Qo'qishi tushi bor-ku bu yerda. Bo'ldi. Ular yo'q. To'g'ri. Bo'ldi, yetdik deyishim, yetkazdirdik demoqchiman. Okey. Ana endi kimga hujumga chiqamiz? 13 hujumga chiqdim, 14. 12 yutamanmi? Sizlar hazırlashyapsizlarmi? Hammaylar 12 ga hujumga chiqaylikda, biroq men Master 1 demasizlar. O'yin sen meni kim deb o'ylayapsan? Men Master 1 ligam. Hozir menga kimlar tushishini ko'rsataymi sizlarga? Mana qaranglar. 13-tiq tushadi birdaniga. Hujumga chiqish. Xato ketdi shu yerda, xato ketdi. Sizlarga xatolashib qo'ydi o'yin. Menga kuchliroq odam topajaq edi, hammasida himoya bor ekan, shunga menga kuchlisini topib berdi. Bo'lsa o'yin xatolashmaydi hech qachon. Mana bo'ladi ekan-ku. Mana 13-tiqi. Yana bir o'tiraman, yana 13. Yana 13 tushadi mana. O'yin yana bitta xatolashdi, yana bir marta xatolashdik. O'yin xatolashganiga kechirib qo'yinglar, meni o'yin xatolashyapti.
yaxshi men kv yana nima deydigan edi? Korolyus kipiydi. Yoqay nima deydigan? Shpion kuzatib turib, bo'ldi. Aytaman. Yeb turgan vaqtimda yutqizdirsam, klanda baribir odam borligini bilaman-ku. It's raining tacos deb mana shu yoqqa voy. It's raining tacos. Yo, rahmat. Bitta narsani yo'q qilib berganim uchun. Men qaraman. Bu yerda ana yo'q-a? Men eng qo'rqadigan narsa. Eagle artilleriya. Iltimos yutqazdirma. Shunda ham bot bo'lamanmi? Shundayam bot bo'lamanmi? Hammasini bir yerga yuborib turib. Kuch kerak edi, qobiliyat tez ishlataverdim men. Vardi endi qobiliyatini. Qara. Tur, hal tixini yo'qotganman. Voy, billet. Hozir uzr so'ray. Endi bizlar svetoforga o'tamiz. Ya'ni qarayim. Kuchaytirilgan degan ma'noni bildiradi. Yo'q, qaraq qilib o'ynayman unda. Hamma narsam kuchayapti-ku. Men qirolichasiz hujumga chiqishim kerakmi? Hozir? It's raining tacos deb o'ynayapman. Men qaraq qilib yo billa. Voy billa. Qirol bilan mana shu ham bo'ladi. Video uchun nimalar qilmayman. Albatta bir kuni boy bo'lib ketaman. Hammasi YouTube'dan bo'ladi. Sizlarni deb boy bo'lib ketaman va albatta qachonlardir mana shu olmoslarim mana shu sondan 100 marta ko'p bo'ladi. Ne 1 million. 14 million. 140 ming, 400 ming, 1 milliondan ko'p ham bo'ladi menda. Shuning uchun ham sizlar uchun qildim men buni. Yo. Qaytadan kuchaytirib olmoqchiman. Endi mana buni ushlamiz. Yaxshiroq armiya tayyorlaymiz. Yaxshiroq. Pakashda 9-tiqada men not bilan hujumga chiqishni bilmayman. Shuning uchun mana shunaqa bo'ladi. Gigant yubораman bitta. Bo'ldi, zo'r bo'ldi. Endi bu yoqqa billat nok bosayman. Elektrodrakon. Bu mana shu. Katirda mana shu ikkita mana shu bor yetadi. Bitta kerak. 18 ta olamiz. Endi kubaga ketamiz. Kubaga. Va endi buni shpion qilamiz. Albatta himoyasida odam bor. Bu 35 talik himoya. Почти full 35 talik himoya. Nima borligini ko'ra olmayman.
Ammo shuni bilamanki, unda elektrodrokon bor. Hamma elektrodrokon soladi, jin emas-ku. Boshqacha solib. Bu meni bir o'qimda yo'q ketadigan baza desam, yo'q, meni bir o'qim 1200 jon oldi. 1200 jonlidan ko'p mana shular yo'q ketadi. Mana shu yo'q ketadi. Mana shu yo'q ketadi. Qaysi chetda yuborsa yaxshi ekan? Mana shu yerdan yuborsam, to'qir to'rtta mana shu monolit ketadi. Katta снаряжениeni yo'q qilish bajara olmayman-ku. Ammo hozir men mana shunday qilib shunaqa qilyapman. Endi qaranglar. Huzurga chiqamiz-ku. 17 mi o'zi? 17 huzurga chiqdik. Ana endi qaranglar. Bugun strategiyani eng zo'r. To'g'ri ketib turgan. Beyaxshetdan esa mana shularni yuboramiz. Mana shuni beyoqdan yuboramiz. Mana endi qarang. Ziyatda bor. Bizlarni ham klanda odam bor, yo'q emas. Bizlar ularni yuboramiz. Endi bu yerda hech qanaqa qilib yutaman desam-da. Hech kim yo'q deb qo'yaman. Nasıl şekilde tushadi. Bu birinchi o'rin, bu yoqda 4-o'rin, 4-o'rinda albatta ko'p bo'ladi. Bu yerda hamma yozdi. Hech nimaga beramiz. To'g'ri bu yoqqa yurib, hech bir qo'yaveramiz. Endi mana shunaqa qilamiz, qaranglar. Qaytib kirganimizda 3 yilga olingan bo'ladimi? Bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan Nurbek Iltimos kanaliga obuna bo'lib